Beşinde toya, öğüttamanı önünde sadaka, komşula, el attaşla. Salam tovarok yaxshimiz-a? Yaxshi rahmat. Ol ko'chani boshi bor-ku. Ava? Shu birinchi joy, Ava? ikkinchi joy. Mana qarang, bir seriyozini tushuntiringmi? O'zi eshitdim. Shuni yonidagi joy o'ytamon bolasini velosiped etib beribdi. Hamma komşular 50 ming 50 mingdan tashlatırmiz. Bilasizlarmi? Bo'ldi, tashashamiz biz ham mallidan. Tovarok. Tuxuman berimiz bize ulara. Adamboy, bar başka komşulardan al, bize berimiz, sadakan barimiz bize. Neydi bu 50-50 deb günde yugurib kelaverasa? Tovarok gelişana. To'g'ri, necha odam bu? Alo. Jakkı toya barmıysan mı? Ekem 50 ming so'm tashamayacak, şuna barıp bilmeyecekmen mena. Harap boğanına eken ekicek mi yani özü bilen pullan? Tovarok. Eken geldi okşuydu ha koydum. Bu pullarni hammasi sen uchun. Men ketgandan keyin bir narsali bo'lsin da men pullarni yenilab sana tashib ketacakman. Yaxshi aka, esa bir 50 ming so'm berib turing. Bir tiyin pulim yo'q meni. Bar yatdan bir tezor prizor gör. Alo. Alo, Baxtiyar, yaxshimisan? Yaxshi rahmat, kim bu? Men O'ktamdan to'ya chaqirsam borman debsan. Ma qara, O'ktam. Balanga velosiped ep berasanmi? Short kiyib berasanmi? Ma desa fura olmaysanmi? Ma pul barabaru, barman men. Kelaver, bir so'm pulun kerakmaydi. Qo'shni kerakmiymi? Yo'q, yeyib ichib ketsang bo'ldi. Esa to'yxona giraverishda 2 dona kishi qarobga pul solib o'tiradi. Men bir tiyin pul berimman. So'rasalar arqama qaytib ketaman lekin. Yaxshi. Qo'ydim barama. Bir tiyin pul berimman. Ma desa pishga do'g'miymi? Kim ekan endi bu? Assalomu alaykum. Baxtiyor obam aka. To'shiyasini tushding. Men shirkatdan edim. Sen qaysi shirkatdan kelding? Qaysi shirkatchi seni bu sovuqda ko'chada yuritib qo'ydi? Shirkatda 300 ming so'm qarzingiz bor ekan. Shuni to'lab bersangiz yaxshi bo'lar edi. Unda pul. Rahmat. 4 oyligini to'lab qo'yaman. Keyinga yana boramandan 5 oyligini to'layman. Shirkatning lokatsiyasini tashab qo'yma, yaxshimi? Bor, sovuqda yurma. Yaxshi, sog' bo'ling.